Skincare 2 tungi uhot. Yuzimdagi makiyajimni mana shu gidrofilli masla bilan yuvib olaman. Keyin sevimli Tin Skin seriyasining umumvalkasi bilan albatta gidrofilli masladan keyin yuvib olish kerak. Birlik mягкий tish cho'tkasi hamda Pure Gold 24 karatli tilla tish pastasidan foydalanaman. Yuzimni artib olib, Iceoil peeling gelini kechki uxotda bir haftada bir marta ishlataman. Peelingni yuzga surib 5 daqiqa kutamiz. 5 daqiqadan so'ng yengil massaj bilan yuzdagi o'lik terilardan xalos bo'lamiz. Iliq suv bilan yuvib tashaladi. Sevimli Tin Skin umumvalkasi bilan qayta yuvib olaman yuzimni. Artib, Tin Skin losyoni bilan yuzlarimni yaxshilab artib olaman. Ko'z atrofi uchun Iceoil vokruг glazini surib olaman. Yuzim elastikligini oshirish hamda yuzimdagi post-aknelardan, dog'lardan qutulish uchun mana shu sivaretkadan foydalanaman. Yumshatuvchi balzamimizni ham unutmaymiz. Yuzimiz ham tayyor. Endi sochimizga o'tamiz. Sochga mana shu 17tasi bitadi termozashitniy va sochni o'stiruvchi, himoyalovchi